Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimiz polni yakunladik. Hozir bir qator obzorni qilib chiqamiz. Videoga like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Shuning holatda bo'ldina. Ishamiz suv turbalarini ham qo'yib berdik. Bellerimizde ufor verdik. Yan tarafımız hem fronton. Şimdi köçe tarafı bir görsatib beramiz. Yine yo'l yon tarafdan görünüşü bo'ladi.